Azizlar, biz hozir turgan ko'cha hech qaysi bir shahar markazidagi ko'chalar emas. Bu ayni Surxondaryo viloyatimizning chekka bir qishloqlarida joylashgan ichki ko'cha hisoblanadi. Bu ko'cha kechagina juda ham abgor holatda edi. Bu ko'chadan o'tuvchi yosh bormi, keksa bormi, ishga va o'qishga boruvchi insonlar bormi, bu ko'chadan o'tishga qiynalishardi. Bu ko'chadan o'tuvchi insonlarga katta sabr kerak bo'lardi. Hozir esa ushbu ko'chaning holatini ko'rsangiz juda ham chiroyli asfalt yotqizilgan. Bundan keyin esa bu ko'chadan o'tuvchi barcha insonlar ushbu asfaltni yotqizgan insonga minnatdorchilik bildirishadi. Bu inson kim deysizmi? 96 yoshga kirgan keksa bobo hisoblanadi. Bu bobo haj safariga yig'ib kelayotgan pullarini o'z niyatidan ko'ra mana shu xalqni ancha yillardan beri qiynab kelayotgan yo'l muammosini hal etish uchun sarfladi. Bu esa barcha mana shu qishloq aholisiga, mana shu ko'chadan o'tuvchi aholiga juda ham qulaylik keltirdi. Muqaddas haj amallarini bajarish ko'pchilikning orzusi. Ammo musulmon bobo hajga boradigan yo'lni emas, balki butun qishloq aholisining ko'p yillik orzusini tanladi. Boboning tashabbuslari bilan qariyb 500 metr bo'lgan mahallaning ichki yo'li asfaltlandi. Endi qishloq ahli musulmon bobo hajga ketmadi, ammo yo'lni jannatga aylantirdi deyishyapti. Ko'chalarimiz mana shu asfalt bo'lishdan oldin yurib bo'lmas edi. Ikkita uchta qishloqdan yoshlar maktabga qatnaydi, yo boshqa joydan kelgan mashinalar qatnaydi. Shu talabga javob bermas edi. Bu bobo davlatdan ham yordam so'ramay, mahalladan ham yordam so'ramay, o'z yo'llaridan pul yig'ib, mana shu ko'chani asfalt qildilar. Hozir mahallamiz eshitganlar, o'tadiganlar hammasi minnatdor, buvoni haqlariga duo qilishyapti. Shu bobo mahallamizda eng kam ta'minlangan oilalarga bir yilda 2 marta yordam qilib turadi. To'ylar o'tkazib berib turadilar. To'xtov joylari yo'q. Urush ortdi, veterani. Yoshlarimiz bormi? Shu bobomizdan o'rnak olsalar arziydi. Musulmon boboning aytishicha, asl savob odamlar ishini yengillashtirishda. Uning niyatini qarangki, o'zim bora olmasam ham, balki shu yo'ldan biror bir hajga ketayotgan odam o'tar deydi. Yosh ulug' ekani, olis safarga sog'ligi va jismoniy holati imkon bermasligini o'zi yaxshi anglagan otaxon farzandlarining sizni suyab bo'lsa ham olib boramiz deyishlariga ham parvo qilmay qat'iy qarorini ma'lum qildi. Bobo haj safari yo'lini emas, bu dunyoda o'zi yurgan qishloq yo'lini ham qishloqlari uchun obod qilishga jazm qildi. Bir qancha kun ilgari bu yo'llardan yurish juda ham qiyin edi. Men hozir qo'limni qo'yib berib haydab keldim velosipedda. Bobomiz to'plagan pullarini hamma yerdan o'tadi. O'quvchi-yu, katta kichik bir chiroyli yo'lda qilib qo'yadi deb hajga to'plagan pullarni shu chiroyli qilib asfalt qilib berdilar. Mana shu bobomizni qilgan ishlaridan bir ibrat olishimiz kerak. Bu yo'l nihoyatda ulug' ish. Bir hajni inshaalloh undan ham ziyoda qilib savobini olyaptilar. Alloh ajr kitobat qilsin. Shunaqa odamlar bor. Ularning bir yo'lga sarflagan puli boshqalarning hayotiga yo'l ochib beradi. Haj safarini orzu qilgan, lekin savobni yaqinidagi o'z manzilidan boshlagan musulmon bobo ko'pchilikka o'rnak.